Pul insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Pul? Mana bu oddiy tanga. Mana bu esa qog'oz kupyura. Biz esa ikkisini pul deb atashga o'rganib qolganmiz. Aslida biri metal, biri esa oddiy qog'oz. Pul esa barchamiz birgalikda o'ylab topgan yolg'on. Hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, jiyaningiz bor. Jiyaningizning o'rtog'i ham bor. Mana bu jiyaningizning o'yinchog'i. Mana bu esa o'rtog'iniki. Ikkalasiga bir-birining o'yinchog'i yoqib qolsa nima qilishadi? Almashtirishadi. Mana bu yer yuzida hali pul bo'lmagan davrlardagi savdo usuli edi. Kerakli mahsulotni olish uchun o'zidagi bor narsaga almashtirish 3000 yillar avvalgi tijorat shakli bo'lgan. Masalan, biror dehqon bug'doyini qo'shnisining qo'yiga almashtirgan yoki yana kimdir temir o'rniga meva olgan. Tushunganingizdek, bu tizim tovar ayirboshlash, hozirgi tilda aytganda barter deb ataladi. Ammo bu usul sotuvchiga ham, sotib oluvchiga ham noqulaylik tug'dirdi. Tushuntiraman. Mana masalan, ov qilish uchun bir odamga uzun nayza kerak bo'lib qoldi. Nayza esa temirchida bor. Temirchi qornini to'ydirish uchun menga go'sht kerak deyapti. Go'sht esa chorvadorda bor. Lekin unga asal kerak. Asalchiga olma, bog'bonga kosa, kulolga tilla. Xullas, hammaga nimadir kerak. Lekin taklif qilinayotgan narsa emas. Muammoni anglab yetgan odamlar o'sha davr uchun barchaga birdek qadrli bo'lgan arpa, tuz, teri, chig'anoq kabi eng kerakli bo'lgan mahsulotlarni barterning asosiy elementiga aylantirishdi. Mana bu pulning ilk ko'rinishi. Barterning asosiy element sifatida tuz, tosh, Syomkamda. Qarang, boylik tarqatayotgan ekan. Sizni 2 oyligingiz berib yubordi. Bu birinchi oyligingiz va bu ikkinchi oyligingiz. Tuz? Rostlanam, oyligimiz o'rniga tuz bersa-ya. Lekin ha, bir vaqtlar oylik maosh o'rniga tuz berishgan. Hatto ingliz tilida salary, maosh so'zi ham salt, tuz so'zidan kelib chiqqan. Xullas, odamlar barterni qanchalar soddalashtirishmasin, baribir noqulaylik tug'diraverdi. Sababi dengiz atrofida yashovchi xalqlarga chig'anoq qadrli bo'lgan bo'lsa, sovuq va muzli hududlarda hayvon terisi, quruq joylarda esa tuz pul o'rnida bo'lgan. Muammo shundaki, xalqlar o'rtasida savdo qilish baribir noqulayligicha qolaverdi. Masalan, quruqlikda yashovchi kulol yasagan kosasini chig'anoq almashtirmaydi-ku. Yoki nayza olish uchun temirchining oldiga necha qop tuz ko'tarib borish kerak? Xullas, bu ham o'xshamadi. Endi odamlar pulga ekvivalent bo'la oladigan boshqa narsa o'ylay boshlashdi. Xo'sh, nima o'ylay boshlashdi? Barterda savdo qilish miloddan avvalgi taxminan 6-asrgacha davom etib turdi. So'ng boyagi tuz, teri, chig'anoq o'rniga metalldan foydalansak-chi degan fikr keldi-yu, ilk tangalar yaratila boshlandi. Mana bu haqiqiy pulning ko'rinishi. Hozirgi Turkiya hududida joylashgan Lidiya qirolligida tarixdagi ilk metall tangalar zarb etildi. Bu tangalar oltin va kumush qorishmasidan yasalib, hukumat tomonidan muhrlandi. Tangashunos olimlarning fikriga ko'ra, Lidiya tangasi dunyodagi birinchi rasmiy tanga bo'lib, keyingi deyarli barcha tangalarga namuna bo'lib xizmat qilgan. Boshqacha qilib aytganda, mana bu tanganing bobosi edi. Tangalar markaziy hokimiyat, podsho tomonidan belgilangan bir xil og'irlik va tarkibda chiqarildi. Shuning uchun ular savdoda ishonchli o'lchov birligiga aylandi. Lidiya tangalari tez orada qo'shni xalqlar tomonidan ham qabul qilindi. Eng muhimi, tangalarni soxtalashtirish, ya'ni uyda yasab olish juda mushkul edi. Chunki har bir tanga maxsus belgi va o'lchovga ega bo'lgan. Shu tariqa tangalar insoniyat savdo tarixida haqiqiy inqilob yasadi. Ammo, biroq shunday ajoyib ixtironi rimliklar dabdalasini chiqardi. Barcha tangalar tarkibida sof oltin va kumush borligi odamlarning ishonchiga sabab bo'lib turgandi. Ammo ba'zi Rim imperatorlari bu ishonchdan foydalanib, tanga nayrangini o'ylab topishdi. Imperator Neron hokimiyatga kelishi bilanoq, u davlat zarbxonasida tangalarning tarkibiga arzonroq metallar qo'sha boshladi. Masalan, 100% kumush bo'lgan tanganing 10%ni arzon turadigan mis bilan almashtirish buyrug'ini sarbdor qulog'iga shipshidi.
Keyingi imperatorlar ham xazina yetishmovchiligini yopish uchun xuddi shu yo'ldan borishdi. Tangalardagi qimmatbaho metall ulushi bosqichma-bosqich kamaytirib borildi. Tarixchilar ma'lumotiga ko'ra, milodiy 3-asr oxiriga kelib, Rim kumush tangalarida deyarli hech qanday kumush qolmagan edi. Ya'ni tanga nomigagina kumush tanga bo'lib, aslida arzon metall bo'lagiga aylanib qoldi. Pul qadrsizlanishi oqibatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Inflyatsiya oshdi, narx-navo o'sdi. Masalan, Rim askarlariga to'lanadigan maosh yil sayin oshirilishiga majbur bo'lar edi. Chunki har yili qo'liga olgan kumush tangalarning sotib olish kuchi tushib ketardi. Pul qiymati pasaygani sari xalqning unga bo'lgan ishonchi ham yo'qola boshladi. Rimda ro'y bergan bu hodisa, ya'ni pul qadrsizlanishi, inflyatsiya edi. Imperatorlar qisqa muddatli manfaat uchun tanga tarkibini buzib, uzoq muddatda yirik iqtisodiy inqirozga sabab bo'lishgan. To'g'ri, oddiy odamlar tangadagi sof kumush kamayganini bir qarashda payqamasliklari mumkin. Lekin vaqt o'tib bozordagi narxlarning oshishi va tangalarning qadrsiz mis bo'lakka aylanishi haqiqatni oshkor qilgan. Bu voqea pul tizimining muhim jihatini ko'rsatadi. Pulning qadri odamlarning ishonchida. Agar hukmdorlar va davlat bu ishonchni suiiste'mol qilsa, pul o'z kuchini yo'qotadi. Rim imperiyasida aynan shu narsa sodir bo'ldi. Tangalar yolg'onga aylandi. Ya'ni nominalda qiymatli ko'ringani bilan ichki qiymati juda past edi. Metall tangalar asrlar davomida dunyoning ko'p joylarida pul tizimining asosi bo'lib keldi. Biroq vaqt o'tishi bilan savdo hajmi oshib, iqtisodiyot murakkablashgan sari pulning yangi shakllariga ehtiyoj sezila boshladi. Og'ir tangalarni qoplarga solib tashish, uzoq masofalarga olib yurish tobora noqulay bo'lib bordi. Milodiy 10-asr oxiri, 11-asr boshlarida Xitoyda mis tangalar tanqisligi kuzatildi. Shu davrda Song sulolasi hukmronligi ostida insoniyat tarixida yana bir inqilobiy yangilik paydo bo'ldi. Birinchi qog'oz pullar yaratildi. Endi savdogarlar og'ir tanga o'rniga qog'oz kvitansiyalarni ishlata boshlashdi. Keyinchalik hukumat bu tashabbusni qo'llab, 960-yillarga kelib ilk bor rasmiy qog'oz pullarni chiqardi. Lekin nega qog'oz kvitansiyalar dedim? Tushuntiraman. Bu qog'oz tangani o'rnini to'liq bosa olmagan, shunchaki o'rniga vosita bo'lib xizmat qilib turgan. Ya'ni ularni istalgan payt tangaga almashtirish mumkin edi. Qog'oz pulning ixtiro etilishi odamlarning pulga bo'lgan qarashini tubdan o'zgartirdi. Endi pul sifatida ishlatilayotgan qog'oz o'zining ichki qiymatiga ega emas edi. Oddiy qog'oz parchasi xolos. Biroq shu qog'ozga hamma ishona boshladi. Chunki ishonch uning ortida edi. Qog'oz pulning qiymati uni chiqargan hukumatning so'ziga, kafolatiga tayanar edi. Masalan, 13-asrda Xitoyga safar qilgan venetsiyalik sayyoh Marco Polo bu holatni hayrat bilan tasvirlab qoldirgan. U o'z safar kitobida Xitoy imperatori Xubilay Xonning pul yasash usulini tasvirlar ekan, Xon tut daraxtining po'stlog'idan maxsus qog'oz yasatdi. Bu qog'oz parchalari har xil o'lchamda kesilib, ustiga xonning qizil muhri bosiladi. So'ng Xubilay Xon bu qog'ozni butun mamlakat bo'ylab oltin va kumush tangalar o'rnida yuradigan haqiqiy pul deb e'lon qiladi. Bu qog'oz pullar xuddi sof oltin yoki kumushdek hurmat bilan qabul qilinadi. Kim uni soxtalashtirsa, o'lim jazosiga mahkum etiladi, deb yozib qoldirgan edi. Marco Poloning yozishicha, buyuk xon har yili behisob miqdorda bunday qog'oz pullarni chop ettirgan. Qachonki ularning qiymati dunyodagi barcha xazina boyliklariga tenglashgulik darajaga yetguncha. Ana yana ahmoqlik. Deyishga shoshilmaymiz. Bu siyosat besamar ketmadi. Savdogarlar orqali qog'oz pullar xalqdan xalqqa o'tib, g'arb mamlakatlariga ham yetib bordi. Masalan, Yevropada dastlabki banknotlar 1661-yilda Shvetsiyada joriy etilgan degan ma'lumotlar bor. 1694-yilda Angliyada markaziy bank tashkil topib, u ham qog'oz pullar ishlab chiqara boshladi. Shundan so'ng asta-sekin dunyoning ko'plab davlatlarida qog'oz banknotlar asosiy pul birligiga aylandi. Dastlab qog'oz pullarga oltin bilan qiymat berildi. Bu xuddi Xitoydagi ilk qog'oz pullarning tangaga almashtirish siyosati kabi edi.
Lekin keyinchalik ko'plab davlatlar bu usuldan ham voz kechib, hech qanday qimmatbaho metal bilan almashtirib bermaslikka, ya'ni faqat davlat kafolati bilan ta'minlangan pulga o'tdilar. Bugungi kunga kelib pul tushunchasi yanada mavhum tus oldi. Hozir dunyodagi jami pulning atigi kichik bir qismi metal tangalar va qog'oz ko'rinishida. Aslida dunyo bo'yicha taxminan 60 trillion AQSh dollari miqdoridagi pulning atigi 6 trillionga yaqin real tangalar va kupyuralardir. Qolgan 90% dan ortig'i faqat elektron yozuvlar va raqamlar shaklida mavjud. Biz bank kartalarimiz yoki telefondagi ilovalar yordamida xarid qilamiz. Oyligimiz kartamizga raqamlar tarzida kelib tushadi. To'lovlarni raqamlar ko'rinishida o'tkazamiz. Ya'ni bugungi kunda pul mutlaqo mavhum ishonchga aylangan. Qog'oz-ku bir chetda turib tursin, hatto uni ko'z bilan ko'rmasdan ham ishlataveramiz. Shunday bo'lsa-da, odamlar bu raqamlarga ishonadi. Chunki davlat va jamiyat ularni haqiqiy deb qabul qildi. Video boshidan beri keltirgan misollarimizni eslaylik. Lidiya tangalardan tortib Rimning mis tangalari, Xitoy qog'oz pullari-yu zamonaviy elektron dollargacha pulning qiymati uning jismoniy shaklida emas, balki odamlarning unga bo'lgan ishonchida ekanligini ko'rish mumkin. Pulni kim ixtiro qilgan degan savolga qisqacha javob shuki, uni biror ixtirochi yaratmagan. Pul tizimi jamiyat ehtiyojlari tufayli bosqichma-bosqich vujudga kelgan. Biroq bu tizimni ishga solgan asosiy tamoyil odamlarning o'zaro kelishib ishongan uydirmasi edi. Ha, pul bu ham jamoaviy ishonchga asoslangan uydirma, fiksatsiya edi. Isroillik tarixchi Yuval Noah Harari pulni insoniyat ixtiro qilgan eng muvaffaqiyatli afsona deb atagan. Uning ta'kidlashicha, hamma odamlar Xudoga yoki adolatga ishonmasligi mumkin, ammo hamma pulga ishonadi. Hatto eng ashaddiy dushmanlar ham bir-birining pullarini qadrlaydi. Usama bin Laden Amerikani yomon ko'rgan, lekin Amerika dollarlariga aslo qarshi emas edi, deya kinoya qiladi Harari. Biz kundalik hayotimizda pulga ishongan holda butunlay begonalar bilan ham munosabat o'rnata olamiz. Chunki hammamiz qog'oz kupyuraga yoki bankdagi raqamlarga qadr berishga yolg'onchi bo'lib kelishib olganmiz. Shu bois ba'zan pulni insoniyatning eng qadimiy yolg'oni deb atashadi. Tangadagi shoh suratidan tortib qog'ozdagi muhr yoki bankdagi raqamgacha bularning hammasi odamlarning kollektiv tasavvur mahsuli. Qachonki hamma bir xil yolg'onga ishonsa, u haqiqatga aylangandek bo'ladi. Pul ham ana shunday, eng qadimiy va eng buyuk yolg'on. Lekin u bizga xizmat qiladi, chunki biz unga ishonamiz. Butun boshli video davomida pulning yolg'onligi-yu asrlar davomida qanday o'zgarib kelgani haqida gaplashdik. Xullas, pul yolg'on, biz yolg'onchi bo'lsak ham cho'ntaklarimiz mana shu yolg'onga to'lib toshsin.